Assalomu alaykum do'stlar. Biz Isroil davlatidamiz. Isroil davlatiga ishga kelganmiz, aniqrog'i qurilish sohasiga. Bugungi sana 20-iyun 2026-yil. Hozir bu ishlayotgan joyimizda demontaj ishlari ketmoqda. Hozir ko'rsataman. Ertadan ishlayotgan boshlayveramiz. Hozir mana shu zdaniyada demontaj ishlari ketyapti. Bularni rofli araba bilan mana shu gipsokardon bunaqa chiqindilarni konteynerga tashlayapmiz. Mana shunaqa ishlar davom etmoqda. Kimki Isroil davlatiga qurilishga kelmoqchi bo'lsa, mana shunaqa ishlar sizlarni ham kutmoqda. Mana yon atrof manzara. Havo o'tarliq 25 gradus. Aravani bo'shatib, hozir ketdik. Ikkinchi reysga. Ketishdi. Burada ishlashyapti. Ishlardan ketmoqda. Qurilish buzilish yig'ib ishlagan ishlardan. Mana shunaqa musor konteynerlarni, yani chiqindi konteynerlarni olib kelishdi, bo'shaganini olib to'lalarni olib ketishadi. Mana atrofda. Hozir mana shu chiqindilarni bo'sh konteynerga to'kmoqchimizda. Maza qilib to'ldirib tashlaymiz. Shunaqa gaplar. Deyarli shuncha mana materiallar chiqindiga chiqib ketyapti. Stiklovatalar hozir sosteniyasi yaxshidir, o'zi zdaniya. Ko'p eskizani ham emas ekan. Qanaqadir o'zgartirishlar kiritmoqchi, o'shanga demontaj ketyapti. Bu tarafdan bolalar profillarni tushirishyapti. Captiva. Bu qanaqa Captiva endi bu? Mana salonlari ham ko'rinadimi yo'qmi? Bunlarni boshqacharoq. Oldi tarafdan o'zi bu Opel emasmidi? Captiva qaysidir avlodimikan endi bu. Yon tarafdan ko'rinishi. Izraelskiy Captiva. Tashqaridagi manzara. Bu tarafdan qurilishlar bo'lyapti. Mana shunaqa. Qaysi demontaj ishlar ketyapti. To'g'ri ishlayapti. Boyagi katta turba quvurlarni hozir shu hamma materiallarni g'ijimlab musorga chiqarib mashinaga yuklashyapti-da. Kamaschi akamiz mana shunaqa Falastinning suvidan berdi. Mana shu biz issiq tashlayotganimizni ko'rib, havo o'ziga yarasha juda issiq. Mana shunaqa muzdek suv berishdi. Umrdan baraka topsin. Mana sheriklarga ham olib ketishyapti. Ya'ni sheriklar to'xtatib beradi. Ehsonni katta kichiga bo'lmaydi. Bu ham yoqimli. Ikkinchi etaj demontaj ishlari boshlanib ketdi. Boya qilgan 3-etaj, bu 2-etaj. Shuncha remont, demontaj. Kunduz sig'iga ishlayapmiz. Isroildagi hayot shunaqa. Kelganda mardikor gastarbayterlarda shunaqa chang treyfilni отходlarni chiqaryapmiz. Endi shunaqa ishimiz endi. Izraelskiy жизнь. Bizni ishlatayotgan odam ehson sifatida mana shunaqa pitsa olib kelib berdi. Domestosmi nima edi? Mana rasmi Domino's. Xudo xolasa ishimiz ham tugayapti. Mana oxirgi reys, mana shunaqa profillarni olib keldik. Hozir buni tushiramiz. Ko'rishingiz mumkin, hamma idishlar bo'sh, hammasini olib ketishdi.
Xudo xohlasa ishimiz oxiri uyga